yangiman. Mening ismim Nak do'stlar. Iltimos quvvatlash esingizdan chiqmasin. Unday bo'lsa videoni boshladik. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda sizlar bilan va akam bilan edit 0505 Bugun biz qilich yasaymiz. Afsonaviy qilich. Unday bo'lsa videoni boshladik. Birinchi o'rinda do'stlar kitob topishimiz kerak. Qilich yasashdan kitob topish qiyin do'stlar. Bizga o'tkirlik kim bilmasa simetrik o'tkirlik degani. Topdik va knot sexini topishimiz kerak. U mana shu yerga bo'ladi va uni ham topdik. Va bizlarga endi piramida mana do'stlar, bunga buni qo'shamiz va bizga yana qilich kerak bo'ladi. Endi bunday qilib mana shunaqa sehrlarni qo'shaveramiz. Qilichlarga mana do'stlar va nihoyat men u qilichni yasadim. Mana bu falokat, mana bir zarbaga o'yinchini banshot qilib yuboradigan qilichni men yasadim do'stlar. Mana bu yoqadi ham, mana sehrini ko'ringlar. Mana video kam bo'lganini do'stlar. Va hammaga uchun uzr. Mana biz ham falokat qilib yasadik. Va video qisqa bo'lib qolgani uchun uzr. Hammaga xayr do'stlar.